Burunqi zamonda bir yurtda ikki aka-uka o'tgan ekan. Ular har doim arzimas ishlarni deb jidallashib qoladi ekan. Mana bugunmi ular yana shu arzimas ishlar uchun urushib qopti. Sen nima demoqchi? Ha? Nima demoqchi? Nima desam bo'ladi? Elimi akamkan deb ko'p yo'l qo'ydim. Bo'lmaganmiz tuz qilib o'ltirmaydim. Nima? Tuz qilib o'ltirmaydim? Agar men akam bo'lmasam, meni urdigan o'xshamoqchi. Ha? Haddingdan oshma. Ha nima? Hadimdan olsam qanday qilatdim? Sen texe meni ishtirguchi bo'ldingmi? Qanday ishtirman o'tasa? Ha? Qanday qilatdi? Nemandaq yo'lsiz nemisa? Ha, doim seni to'g'ri oladi. Yo'lsiz? Yo'lsiz deb sendek inisi ko'yinmaydiganlar deydi. To'la meni haqoratlamajin bu. Her daim sana köyünü diye sözlerim nerede kaldı? Ha? De baqa, sen benim köyünüşümni akam bana karsana oturdu deb başkalarına datlap verdi ki sen bu. Demisimi şundak ko? Bu narsa? Bo'ldi qilinglar. Sizlar bunda qursanglar bo'lmaydi. Ana yaxshi sizlar shoh oliylarni oldirib beringlar. Sizlarning bu jidlonlarni shoyman o'z ayirib qo'ysin. Shunday qilib, ular qo'shnilarining yo'l ko'rsatishi bilan shoh ordisiga beribdi. Endi biz podshohning bu akukalarning jidilini qanday ayriydiganligini ko'rib baqaylik. İcazət. Şah alillərə əşqallah. Ahvalınlardan xəbərdar boldum. Sizlərning tügəməz jidilinglarni ayrışdan burun ikkinglarga bunu bir ishni qildirg'im kelyapti. Har biringlarga bir bog'lamdan chiviq beraman. Qani bu bir bog'lam chiviqni bir aqli sundirib beqinglar. Bosh ustiga. Sundiranmadinglarmi? Kechirisizlar alilləri, puhraları acizkenmiz. Undaqda har biringlar bir taldan chiviqni elib, sundirib beqinglar. Bosh ustiga. Ha, sundirib etdim. Qara aka, men sundirib etdim. Mana ko'rdinglarmi? Bir bog'lam chiviqni hech qaysinglar sundiranmadinglar. Lekin bir tal yolg'iz chiviqni bo'lsa, kuchimayli sundirib etdinglar. Agar sizlarmi oshi bir bog'lam chiviqdek inoq bo'lib, bir-biringlarni qadrlab o'ssanglar, har qanday jafo mushaqqat sizlarning irodanglarni ta'virtanmaydi. Agar o'z aro jidal majro chiqarib, avu bir tal yolg'iz chiviqdek chechilib yursanglar, ishinglar ilgari bosmaydi. Mangu rivoj topolmaysizlar. Shunga sizlardan umidim o'z aro inoq o'tinglar, kasbinglarda qo'l tutishib ilgirlaqlar. Al avom sizlardan o'liga olsin. İttifoqliq ko'sh degan hikmatni bilib yassun. Mana bu aqilona tarbiya aka-uka ikkalanni qattiq ta'sirlantiribdi. Va shundan keyin jidal majra chiqarmay o'z aro inoq o'tibdi.